Mikroyon turo ustida zapravka ochilibdi. Bilmadingmi? Ishlatgan ekanmi? O'shani yozib yuboring, okali. Aka, ruscha gapirmasdan o'zbekcha gapiravermaysizmi, jon aka? Mikroyon atrofida qaysi zapravka ishlayotgan ekan desangiz bo'ladi-ku, territoriyani aytolmas ekansiz. Nima keragi bor? Hozir birorta zaps qilib olsa, kuladi hamma. Eshavot qayda? Mikrofondami? Qayda dedi? O'sha bilmay turibman. Eshavot Chortoq yo'ldagi, Eshavot Chortoq yo'ldagi. Chortoq yo'lda emas, Eshavot yo'lda mana muzgatchilikda. Eshavot yo'lidan pastdagi. Jo'ja post oldidagi svetoforda ham 2 ta GAI turibdi. 2,5 ta bo'lsa, bilet o'g'lini ham olib chiqibdi-da, aka. Mol bozorda bir o'qishim bormi? Aytvoring iltimos. Mol bozorda qorovul bo'lsa kerak, aka. Qaydagi mol bozorini aytasiz? Men yangi hayotda 1 minutda chiqib ketdim. Nimaga quymachi ketdingiz, aka 1 minutda? Bag'dan kirib, bag'dan chiqib ketaverganlar. Spark ishlatdik-am okalar. Beeline zapravka aka 4 ta balonni havosini o'lchab ina kirgizitgan ekan. Avtolingiz ham ko'p yurganmi, yurmaganmi o'shanisini ham qaritgan. Korobkani yo'g'ini ham so'ritgan. Labovoyda chang bo'lsa ham kirgizmitgan.